Vitiligoni davolashga qancha pul ketadi degan aksariyat savol ko'p bo'lyapti. Vitiligo kasalligidan birinchi o'rinda kelgan bemor konsultatsiya qilinadi. Konsultatsiya natijasida bemordagi dog'lar haqiqatda vitiligo yoki vitiligo emasligini wood lampa orqali aniqlab olamiz. Wood lampa orqali aniqlab olganimizdan keyin ushbu bemorda shu oq dog'larga ta'sir qilayotgan barcha narsalar laborator va instrumental tekshiruvlar orqali aniqlab olinadi. Bemor tekshiruvlar natijasida aniqlab olgan xulosalariga qarab, o'sha bemorga individual tarzda davolash muolajalari tartibini bemor bilan birgalikda maslahatlashamiz. Tekshiruv natijalarida ko'proq asab bilan bog'liq muammolar bo'lsa, asabiga tinchlantiruvchi lecheniya qilinadi. Gormonal o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, gormonal terapiya, ichki organlarda yoki jigar bilan bog'liq o'zgarishlarda jigarni davolovchi muolajalar, qo'shimcha gijja yoki parazitlar, to'rchi infeksiyalar bo'ladigan bo'lsa, bemorlarga antiparazitlar lecheniya, bemorning shikoyatiga qarab davo muolajalari olib boriladi. Unga qo'shimcha ravishda mahalliy tarzda bemorga fototerapiya, ya'ni ekzimer lazer orqali har bitta bemorga maxsus dozada fototerapevtik nurlar orqali davo muolajalari qo'llaniladi. Klinikamizda qo'shimcha ravishda mahalliy terapiyaga mezoterapiya, plazma terapiya va har xil malhamlar orqali davo muolajalari olib boriladi. Klinikada davo muolajalari davomiyligi o'rtacha 10 kunni tashkil qiladi. Kurs lecheniya davomiyligiga asosiy ta'sir qiladigan narsa bemorning yoshi, kasallikni qancha muddatda boshlanganligi, tananing qaysi qismida joylashganligi va bemorimiz bizning tavsiyalarga qay darajada amal qilishiga qarab o'rtacha bir kursdan bir necha kursgacha davom etishi mumkin. Davolash muolajalarini narxi bemorlarning holatiga qarab har xil tarzda bo'ladi. Kimga davolash muolajalari narxi qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali bog'lanishingiz yoki klinikamizga tashrif buyurib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Vitiligo kasalligi bo'yicha, uni davolash va narxlar bo'yicha to'liqroq ma'lumotni YouTube kanalimizga joyladik. Profil shapkasi orqali YouTube'ga o'tib bemalol tanishishingiz mumkin.